يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli biraderlerimiz, bu katımki dersimizge yine hoş geldiniz. Bizimki bu katımki dersimiz yani haj qilish safardan iborat bo'lgan bo'ladi. Unda bo'lgandan keyin haj qildigan odam piyoda mengib haj qilish afzalmi yoki bo'lmaydi? Shu odam mana qatnash vositalari yoki burungi davrdagidek uloq qora, ya'ni to'ga, kala yoki eshak, otga minib arvu bilan bunda berib kelib haj qilish afzalmi deganlikniki ustida to'xtalamiz. Endi ulamolarimiz, yani alimlarimiz, yani bir haj qilmoqchi bo'lgan odamniki mana haj qilish jarayonida uyga berib kelish va haj qilish faoliyati jarayonida bu odamniki mengib turib qilgani afzalmi yoki bir narsaga minib turib mushundoq qilgan afzalmi deganlikniki o'ttirsida har xil ko'z qarash bo'lgan. Ba'zilari afzal mengib turib afzal haj qilish afzal degan, ba'zilari yo'q bu odam agar imkon bo'lsa u odamga nisbatan mana bir narsaga minib turib mushuna haj qilgani bu afzal degan. Minib turib degani u davrning o'zida ya to'g bo'ladi, yo ot bo'ladi, yoki eshak bo'ladi, yo ruv bo'ladi. Yani bu temni. Hozirgi davrda mesela aeroplan yoki avtobus yoki kema yoki mashina yoki araba, yani ayrım shaxsiy. Mana bu endi. Ondan bo'lgandan keyin buningda ulamolarimiz mushundoq ixtilof bo'lgandan keyin, lekin ko'p sonliq olimlarimiz shu odamniki agar imkon bo'lgan bo'lsa, yana bir narsaga minib mushundoq haj qilishniki o'zi men afzal deydi. Nimishqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana hajjatul vidoni o'ziniki to'g'isiga minib turib mushundoq qilgandi deydi. Undan bo'lgandan keyin bu endi bir sig'andan keyin haj qilishniki yolg'on shu minib turib, ya'ni qatnash vositalariga minib turib mushundoq haj qilishniki afzal ekanligi, chunki bu odam mingan vaqtning o'zida mana bu hajniki ko'p yerlarda duo qilish, Allohga tazarru qilish, Allohga yuzlanishni o'z ichiga oladi hamda. Undan bo'lgandan keyin Ka'bani tavob qilish, u yerda bir narsa mingil bo'lmasimi, ammo men uydan chiqib mushu Ka'baga, Makka, Ka'bachilik oraliqda va undan boshqa Ka'badan, men Makkadan yaqi Arafat, Muzdalifa, mushu Mina degan yerga berib kelishlik bo'lgan oraliqda gap hamda. Mana bu odamda agar imkon bo'lsa shu odamniki men shu bir narsaga minib turib qilishi kerak. Nima uchun? Shu joyning o'zida Alloh taolo Qur'oni Karimda Allohga duo qilinglar, zikrni jiq qilinglar degan shu oyat bor. Mana bu odam shu jarayonida mana bir narsaga mingan bo'lsa, u charchamaydi. U joyda Allohga bo'lgan ibodatni va duoni, Allohga bo'lgan yuzlanishni obdan qabul olaydi deb mana mush ikki sababniki jahdidan nima deydi? Afzal, ya'ni bir narsa minib turib haj qilish afzal deydi va undan boshqa bir narsa minib turib haj qilgan vaqtida u odam nisbatan har tarafdan foydasi bor deydi hamda. Foydasi bor. Vaqt itibari bilan har qanday narsa bilan bu foydasi bor. Shuning uchun buningda afzal deganlar bor. Yine ba'zi bir qismdagi olimlar yo'q, bu odamniki minish imkoniyati bo'lsa-mu, ya'ni pul borkan yoki bir narsa borkan arabasi, mashinalari hozirgi davrdagidek ya burungi davrdagidek masalan to'ga yoki ot, arab binaskaralari borkan, mushunda baturg'ilgan bu odamniki u nima emas, mengib yaliq minish emas, u odamniki mengib yurib mushunda qilgan haji afzal deydi. Nima uchun? Chunki bundoq mengib yurgan vaqt o'zida u odam o'z nafsini charchatgan bo'ladi. O'z nafsini charchatgan bo'lgandan keyin, o'zining badani charchatgandan keyin shuning bilan bu nafsidan iborat bo'lgan bu moddiy narsani bu yerda ojizlashtirgan bo'ladi. Bu taraf qargan vaqt o'zida bu odamniki meni bu yiliqi mengib turib, ya'ni uydan chiqqan petin mengib hech qanday bir narsaga minmay, hajning faoliyatini hammani tugitib, qaytqicha yana mengib mushundoq qilgani, meni bu afzal deb
Mundaq çoğu qaraydan ait az kısımdaki alimlerimiz. Hem de bundan da meniş afzal mı, bir narsa meniş afzal mı degan vaqt o'zida alimlarimizdagi ba'zilarniki deyishcha bu meniş afzal yoki bir narsa meniş afzal deganlikda shu haj qilmoqchiga odamniki ahvoli, shu qilmoqchiga odamniki o'ziga bog'lib o'zgarib turdi. Ba'zi odamga nisbatan mengib turish afzal, mengib qilish afzal. Ba'zi odamga nisbatan shu bir narsaga menib turib haj qilish afzal deb mushtaç çok göz qaraydi. Yani o'ziniki nemisiga bog'liq. Nima uchun nima deydi desa, mana payg'ambar sallallohu alayhi bir hadisda Imom Buxoriy rivoyat qilgan, bu hadisni Anas radhiyallohu ta'ala anhudan Anas radhiyallohu ta'ala anhu shuni deydi. Jazma payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir odamni mushu ikki o'g'ilniki o'ttirizda so'rab, ikki tarafni qo'ltiqni tutib so'rab, mushunda ketib qolganligini ko'rdi deydi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Ko'rgandagi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dediki, "Nemish bu?" degan vaqt o'zida ular dediki, "Voy bu odam mushu hajni mengib turma, mengib ash haj qilma deb nazr qilibdi ekan, ya Rasululloh. Şoň ulaq qargı minmay ash mangamay bu odam ikki tarafida ikki o'g'lim mang'uzib mushtaq qilyapti" degan. Degan vaqtda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuna degan. "Innalloha azza va jalla an ta'zibi haza nafsuhu la ghaniyun va amarahu ay yarkaba." Payg'ambar sollallohu shuna degan. Allah Taala meni bu odamniki o'z nafsini azoblaşdan bir hojat, Allohning hojati yo'q unga. Bunda ibodat qilib o'z nafsingizni qiynab, qistab, bunda qilishni Allah sizga unga Allohning ehtiyoji yo'q. Sizga bo'lgan narsa nima? Sizniki qalbingizdagi e'tiqod, taqvo lozim. Ya'ni shu ibodat qanday qildingiz? Qaysi maqsadda qildingiz? Taqvo Allohniki bizga farz qildi deb qildingizmi? Yoki siz bu hajni men hojim degan deb obro'y, inovat, shuhrat uchun qildingizmi? Buning uchun muhim. Bu yerda o sizin nafsingizni bu nima qilib moddiy narsani azoblab bunda qilishni Allah savob berishdi, bundan hojati yo'q. Buni Allah qaramaydi deb anik payg'ambar sallam bu kishiniki o'zini uloq qarni, men ulug'ini minishga ya to'yga yoki bir narsaga minishga payg'ambar sallam buyurgan deydi. Unda bo'lgandan keyin mana bu hadisga asosan haj qilish agar o odamniki minadigan uloq qari va kaza binas kerakli bo'lib qolgan bo'lsa, uçağın yüzüden maşinası varken, onu çıkardıgan pulu varken yetedi iken hem de. Yani şu istitaat esi şunun içi de berip gerçek bu olan iktisatın emmisi yetiş gerek, ancak yaş kırış gerekti. Yani şu adamdaki varken, batı ruhluğu bu adam ya de bunda kıvırışındaki yüze bu uptanço emesem de. Uptanço bulmaydı. Peygamber bu edisi şuna deydi. Hem de bu adamdaki hem de yaş kıptiken, yaş kandiken o adamdaki tini sağlam, mansı manalaydıgan adamken, uçanın üzüden onu minigendin köremen, menip kılalaymen deydigan bunda bir adet olgan bolsa, mesela hazırki devredeki hac Mekke bilen Mina yoki Arafat ya Muzdalifiniki ağırlıkka hazırki günde naat adamcık katnaş vasısı şunda zik. Anda olgandaki bundan vaqt üzüde bir maşının minip kandı piyade menip kedirken ben go. Bu maşındaki 2 metrede bir toxtab mangandaki kören men piyade mansam putumdul mansam berip olurken o diğer vaqt üzüde uçad bundan maksatda olsa o afzalamdi. O afzal. U yer mashinada u yerda turib, o qahnaga qisqistan qilib mashinasini akirib u yerda unda qandan Ozarbayjonda ko'ra dik kitib berib, ancha jiroq bo'lmagandan keyin, teni sog'lom bo'lgandan keyin, u odam mang'alaydigan bo'lgandan keyin, bu odamga nisbatan mengishcho uchoqda afzal bo'lgan bo'ladi. Endi bu odamniki endi uydan chiqib, endi bu yilqi Makka kelgich bo'lgan orlib, masalan hozir bir qancha burungi davrdagidek chiqqan patimlar bir yer xatni ko'rsatib qo'ygan yo'q. Her bir yerde çiğra tam orman dep aşında bir iş kılan ait avarçılık iş. Eğer onda bulmasa, mesela bunun da mesela kandakken Saudi Arabistan'daki dairsin içi ya Haliç devletlerindeki yüzüdeyken bu adam. Yüzü olan olsa eğer meyip kelimen dese uçadı yakın olsa haremgen meyip geldiği meyip acıkallığının yüzü bu adamın nispeten eğer tini sağlam olsa bu abzal olan buludu. Eğer o adam menişke taze nemiz yok, acilşip ketidi o, yaşınıp kalgan. Diğerledek bunda olgan bolsa, o çağda men kıstap durup, zat men özlemni, ibadet, kancık, capatatsa, bek ebzel oludu dediğin hata bir düşençi bilen, bunda kıp kalgan bolsa, bu doğru olmagan buludu. Bunu derhal özgertip, o adam beni bir nersi minip,
Müştak qilish kerak. Agar u odamniki bir narsaga minadigan mashinasi yo'q, yo pul yo'q bo'lsa, haj qilish farz emas. U farz emas. Shuni pul topgan vaqt o'zi andagi qilsa bo'ladi. U yerda nima qilib, men u pul topsam, pulim mansam pul yetmaydi ekan deb o'tirib, unda qilsa u odamniki gadiniga meni haj qilish farz bo'lmaydi. Shu ibodat bu qanchaki Qur'on hadisda shakli jihatda Qur'on hadisga muvofiq aynan shu bo'lish kerak, maqbul bo'lish uchun. Yana birisiga u odamniki shu qilgan ibodatning o'zi rasmiy taqvo, ya'ni Alloh uchun degan xulosin niyatchi bo'lish kerak, ya'ni ixlos bo'lish kerak. Oniki bu ibodat rasmiy shaklda bo'lgan bo'ladi. Ammo buni olib yutib moddiy tarafdan uni, ya'ni o'zimizni qistab ashundaq oprishniki o'zi mana ibodatni qabul qilishga u nima emas, u vosita emas. Eng oldi bilan taqvo bo'lishi, qilmoqchi bo'lgan ibodatniki rasmiy har bir ishi Qur'on hadisi bormi, buni muvofiq bo'lish kerak. Bizniki bu qatim darsimiz mushakchilik va oxirida alhamdulillahi robbil alamin.